Hop, asosiy fan olimpiadasi tuman bosqichi savollarini yechishni davom ettiramiz. Hop, mana bu savollar 2021-yil tuman bosqichida tushgan va 10-sinfniki. Hop, demak, boshidan boshlaymiz buni. Demak, birinchi misol. Hop, 202 mingda nechta natural bo'luvchisi mavjud deyapti. Hop, 202 mingni ko'paytirishlarga ajratamiz. Hop, 202 ko'paytirilgan 1000 bo'ladi. 1000ni hop 1000 deb yozib olamiz, teng. Hop, 202 ni 2 karra 101 qilamiz. 1000 ni demak 10 ning kubi qilamiz. Bu 2 ning kubi karra 5 ning kubi bo'ladi. Demak 2 ni 4-si ko'paytirilgan 101 ko'paytirilgan 5 ning kubi. Endi natural bo'lishlar sonini topish uchun mana bu sonni darajalariga birdan qo'shib ko'paytirishimiz kerak edi. Demak 4 + 1 ko'paytirilgan 1 + 1 ko'paytirilgan 3 + 1 hop barobar 5 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 4 teng. Hop, demak 40. Hop, demak birinchisi B javobi ekan. Hop, endi ikkinchi misolga o'tamiz. Arifmetik progressida bo'lsa, uning dastlabki 41 ta hada yig'indisini toping. Hop, 41 ta hadini yig'indisi bizda S barobar A1 + A41 taqsim 2 ko'paytirilgan 41 bo'ladi. Mana bu A1 + A41 ni topib olishimiz kerak. Demak, bu A1 + A41 deganimiz. A41 ni A1 + 40 deb yozib olsak, bu narsa 2A1 + 40 d bo'ladi. Demak, ana shuni topishimiz kerak. Berilgan ifodalardan topishga harakat qilamiz. Hop, demak A8 + A17 + A27 + A32 teng 92 bo'lsa, bularni har birini A1 va D orqali ifodalab olamiz. A8 deganimiz A1 + 7D + A1 + 16D hop qo'shilgan A1 + 26D qo'shilgan A1 + hop 31D ekan teng. Hop, bu yerda 4 ta A1 bo'lyapti. 4 ta A1 + hop D'larimiz 7 ta, 16 ta 23 ta bo'ladi. 26 ni qo'shsak 49 ta, 31 qo'shsak demak 80 ta. Demak, mana shu narsamiz 92 ga teng ekan. Bu yerdan biz 2 ga bo'lib yuborsak, tenglama ikkita tomonini 2A1 + 40D barobar 46 bo'ladi. Hop, demak mana bu narsani topdik biz. Bu 46 ga teng ekan. Demak, S41 ni topishimiz uchun hop, demak 46 taqsim 2 ko'paytirilgan 41 bo'ladi. Buni hisoblasak bizda 943 chiqadi. Demak, A javob. Hop, uchinchi misolimiz x kichkina y x kichkina modul y va x y ni kubi bo'lsa soddalashtirish kerak ekan. Hop, demak x kichkina modul x deganimiz hop, agar x manfiy son bo'lsa yoki musbat son bo'lsa yoki 0 bo'lsa, bu tengsizlik bajarilmaydi. Chunki x ning moduli o'ziga teng bo'ladi va kichkina bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda x 0 dan kichkina bo'lishga majbur bo'lyapti. Endi x kare y ning kubi kichkina 0 bo'lishi uchun hop x imiz manfiy son, demak y kubimiz musbat son bo'lishi kerak. Aks holda manfiy songa manfiy son musbat son bo'lib qoladi. Demak, bu yerdan y kubimiz manfiy songa kelib chiqadi. Bu yerdan y ning o'zi yo'q, manfiy emas, musbat songa kelib chiqadi. Va bu yerdan y ning o'zi musbat songa kelib chiqadi. Hop, demak endi modulda x - y deganimiz y - x chiqishi kerak, chunki bu manfiy son. Y - x imiz musbat son, oldiga minus qo'yib ochamiz modulni. Hop, demak modulda -y deganimiz hop, y imiz musbat son bo'lgani uchun bu yerdan y chiqishi kerak. Modulda -x deganimiz -x chiqishi kerak, chunki x imiz manfiy son. Hop, demak berilgan ifodamiz x - y modulda minus hop -y -x bu ham teng bo'ladi. Birinchisi y - x ga, ikkinchisi -y, ikkinchisi -x chiqadi moduldan va oldidagi mana bu minus bilan plus x bo'lib ketadi. Hop, x'lar qisqaryapti, y'lar ham qisqaryapti. Demak, hop javobi 0 ekan.
Demak, uchinchisi ham A javob. Xo'p, demak, 4-misolga o'tamiz. Tenglama ildizlar yig'indisini toping. Xo'p, demak, ikkita tomonda ham x qatnashyapti. X ga bo'lib yuborsak bo'ladi. Demak, birinchi yechimi x barobar 0 bo'ladi. Endi tenglamani ikkita tomonini x ga bo'lib yuborsak, o'ng va chap tomonlarini. Xo'p, demak, chap tomonida 100x ning kvadrati minus x teng 99 qoladi. Xo'p, bu yerdan 100x ning kvadrati minus x. Xo'p, minus 99 barobar 0. Demak, viyetga ko'ra bu hop 100 ga bo'lib olsak, hammasini minus 1 taqsim 100 x minus 99 taqsim 100. Hop, viyetga ko'ra mana bu ildizlar yig'indisini beradi. Demak, 0,01 ildizlar yig'indisi bo'lar ekan. Minus 0,99 ildizlar ko'paytmasi bo'ladi. Hop, bizdan ildizlar yig'indisini so'ragani uchun 0,01 demak A javob bo'ladi. Hop, 5-misolga o'tamiz. 5-misol. Hop, mana bu yerda ikkita ildizlar yig'indisi 0 bo'lishi uchun bu ikkalasi ham 0 bo'lishi kerak. Chunki ikkalasi ham nomanfiy sonlar. Hop, demak, ildiz ostidagi ifodalarni 0 ga tenglaymiz. X kvadrat minus 10x plus 9 teng 0. Hop, buni ko'paytiruvchilarga ajratsak x minus 9 ko'paytirilgan x minus 1 barobar 0. Hop, bu yerdan demak x birimiz 1 chiqadi, x ikkimiz 9 chiqadi. Endi ikkinchi ildizni ham 0 ga tenglasak 81 minus x kvadrat teng 0. Hop, demak 9 minus x 9 plus x teng 0. Hop, bu yerdan x 3imiz teng 9 chiqadi, x 4imiz teng minus 9 chiqadi. Hop, endi aniqlanish sohasini hisobga olishimiz kerak ikkalasida ham. Hop, bizga demak ikkita mana bu ikkalasini ham 0 ga aylantiradigan javoblar kerak. Bu yerda faqat mana bu x2 va x3 ya'ni 9 lar ustma-ust tushyapti. Demak, javobimiz 9 bo'ladi va 9 yotadigan oraliq bu yerda faqat D javobda bor. Demak, mana bu 7 va 10 oraliq bo'ladi. Hop, 6-misolga o'tamiz. Idishdagi 10% spirt aralashmasining 3dan 1 qismi quyib olindi va ularning o'rniga idishning 5/6 qismiga yetguncha suv quyildi. Idishda hosil bo'lgan aralashmadagi spirtning foizi qancha? Hop, bu yerda endi foizni topishimiz kerak. Shuning uchun o'zimiz son qo'yib hisoblasak ham bo'ladi. Hop, buni quyidagicha hisoblaymiz. Hop, dastlab 60 litr suv bor edi deb hisoblasak, uni 3dan 1 qismi quyib olindi va 3dan 1 qismi ketgan bo'lsa, demak 40 litr qoldi. Va 5/6 qismiga yetguncha mana bu o'zi 60 litr bo'lsa, yana mana bu 5/6 qismi bo'ladi, mana bu joygacha. Demak, bunga yana 10 litr suv quyishimiz kerak. Xo'p, mana bu 40 litrdagi spirtni foizi 10% bo'lgani uchun 40 ning 10% ni topamiz. Xo'p, demak 4 litr spirt bor edi. Endi qolgan mana bu 40 litrga 10 litr qo'shilgandan keyin jami 50 litr bo'ldi va 50 litrda 4 litr spirt bo'lyapti. Spirtimiz 4 litr, jami 50 litr bo'ldi. Xo'p, endi buni foizini topmoqchi bo'lsak, 4 ni 50 ga bo'lib 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Xo'p, demak 8% spirt bo'lib qoldi. Xo'p, demak D javob ekan. Xo'p, keyingi misolimiz 7-misol. Xo'p, demak 7-misol masalada AB uchburchak berilgan, AB 12 ga teng. Xo'p, BM mediani ekan, AC 8 ga teng. Demak, BM mediani bo'lgani uchun mana bu 4 4dan bo'ladi. Endi bizdan BP taqsim PM so'ralyapti. Xo'p, mana bu ABM uchburchakda hop, AP bisektrisa bo'lyapti. Demak, bisektrisa xossasidan foydalanamiz. Hop, bisektrisa xossasidan foydalansak, AB taqsim AM teng hop, BP taqsim PM bo'lyapti. Endi AB deganimiz 12, AM deganimiz 4. Demak, bu 12 taqsim 4 bo'ladi. Demak, javobi 3 chiqar ekan. Demak, D javob.
Hop, 8-misolga o'tamiz. Demak, d soni mana bu x kvadrat. Hop, p plus ax plus b teng 0. Bu diskriminant ekan. Demak, diskriminant deganimiz a kvadrat minus 4b bo'ladi. Hop, ildizolardan birida, ikkinchisi 2d ekan. Demak, viyetga ko'ra ikkita ildizini qo'shsak, d plus 2d deganimiz minus a ni beradi. Ildizlar ko'paytmasi esa b ni beradi. Hop, demak, a barobar 3d ekan minusdan. Hop, b barobar 2d kvadrat ekan. Endi mana bu tenglikka bu ikkalasini mana bu tenglikka olib kelib qo'yamiz. Hop, demak, d teng a kvadrat deganimiz 9d kvadrat minus 4b deganimiz 8d kvadrat bo'ladi. Bu ham d kvadratga teng. Hop, d 0 bo'lmagani uchun ikki tomondan qisqartirib olamiz va d teng 1 ekanligi kelib chiqadi. Endi mana bu yoqqa olib kelib qo'ysak, demak, a barobar minus 3 chiqadi, b barobar 2 chiqar ekan. Demak, ikkalasining yonisi minus 1 bo'ladi. Demak, javob chiqadi. Hop, 9-misol. Hop, birinchi kasrni suratida mana bu x kvadrat, y kvadrat va 2x ni qo'shsak, bizga x plus y ning kvadratini beradi, minus 4 bo'lyapti. Taqsim mahrajida endi hop, mana bu x kvadrat 4x ni olamiz, x plus 2 ning kvadrati bo'ladi. Hop, minus y kvadrat. Mana shu narsani umumiy kvadrati ko'paytirilgan. Hop, x minus y plus 2 taqsim x plus y minus 2 ning kvadrati teng. Hop, mana buni kvadrat ayirmasiga qo'yamiz. X plus y minus 2 ko'paytirilgan x plus y plus 2 taqsim x plus 2 minus y. Hop, x plus 2 plus y. Hop, kvadrat yozib chiqamiz hammasiga. Ko'paytirilgan, bu yoqda ham x minus y plus 2 ning xavs kvadrati taqsim x plus y minus 2 ning xavs kvadrati teng. Xo'p, endi o'xshashlarni qisqartiramiz. Mana bu yerda plusligi bu bilan ketadi va bu bilan qisqaradi. Demak, javob 1 chiqar ekan. Hop, 9-misol javobi ham A. Hop, 10-misolga o'tamiz. Kvadratning tomonlari 6 ga teng. ABC kvadrat. Hop, BC va CD tomonlar P va Q nuqtalar olingan. AP va AK kesmalar kvadrat yuzidan teng bo'lgan 3 ta qismga ajratadi. Xo'p, 3 ta qismga ajratsa, demak, kvadratning yuzi 6 kare 6 36 edi. S ABCD 36. Demak, mana bu 3 ta qismning har birining yuzi 12 ga teng bo'lishi kerak. Hop, 12, bu yog'i ham 12. Endi ABP uchburchak yuzi 12 bo'lishi kerak. Uning uchun mana bu BP'miz 4 ga teng bo'lishi kerak. Chunki katetlarni ko'paytirib 2 ga bo'lganimizda yuzasi chiqadi. Demak, 4 bo'lishi kerak. Hop, demak, QD deganimiz ham 4 ga teng bo'lishi kerak. Hop, demak, BC o'zi 6 bo'lgani uchun PC'miz 2 chiqadi, SQ'miz ham 2 chiqar ekan. Endi APQ uchburchak yuzini topishimiz uchun mana bu kvadrat yuzidan mana bu 3 ta to'g'riburchakli uchburchak yuzlarini ayirib tashlaymiz. Demak, S APQ barobar 36 minus 12 minus 12 minus 2 ko'paytirilgan 2 taqsim 2. Bu PSQ ning yuzi. Hop, demak, ayirsak 12, bu yoqdan demak 10 chiqar ekan APQ ning yuzi. Demak, C javob. Hop, 11-misolga o'tamiz. ABC uchburchak berilgan, AD va CE balandliklari o'tkazilgan. Keyin N va N nuqtalar mos ravishda mana A va C uchlaridan DE ga tushirilgan perpendikulyar asoslari bo'lsa, ME taqsim DN ni so'rayapti. Hop, bizda birinchi mana bu burchakni alfa deb olsak, A burchakni alfa desak. Hop, mana bu AEDC siklik bo'ladi. Chunki hop, mana bu AEDC to'rtburchakka tashqari aylantirilishi mumkin va bu aylananing markazi AC bo'ladi. AC AC diametr bo'ladi va diametrga tutashgan mana ADC va AEC uchburchaklar teng. Endi mana bu EAC burchakka endi AEDC siklik bo'lgani uchun EAC
burchakka y desa burchakni qo'shsak 180 bo'lishi kerak. Hop, bu yerdan mana bu y desa burchak 180 minus alfalik kelib chiqadi. Mana bu b d y burchakni esa alfalik kelib chiqadi. Endi b d y bilan n desa burchaklarimiz vertikal bo'lgani uchun bu yer ham alfa bo'ladi. Demak, hop, s n d burchagi 90 gradus bo'lgani uchun mana bu burchagimiz 90 minus alfa bo'lar ekan. Hop, bu yerdan kelib chiqadiki, mana bu uchburchak DNC uchburchagimiz bilan hop, AYS uchburchagimiz o'xshash bo'ladi. Endi bu yerdan nisbatlarni topadigan bo'lsak, hop, 90 mana bu burchagimiz 90 minus alfa. Hop, 90 minus alfa qarshisidagi burchagimiz tomonimizda n taqsim AY teng bo'ladi. 90 gradus burchak qarshisidagi tomonlar DS taqsim hop AC bo'lyapti. Endi xuddi shunday mana bu S burchakni gamma deb olsak, mana bu ham gamma bo'ladi va bu ham gamma bo'ladi. Bu yerdan mana bu hop AMY uchburchak bilan hop uchburchak ADS uchburchak o'xshashlik kelib chiqadi. Hop, bu yerdan ham nisbatlarni yozib olamiz. Demak, hop 90 minus gamma hop, demak mana bu burchagimiz 90 minus gamma bo'ladi. 90 minus gamma qarshisidagi tomonlarimiz demak MY taqsim hop DS barobar hop AY taqsim demak DS bo'lyapti. Endi mana bu birinchi tenglamadan dn ni topadigan bo'lsak, AY ko'paytirilgan DS taqsim AC bo'ladi. Va bu yerdan MY ni topadigan bo'lsak, bu ham xuddi shunda AY ko'paytirilgan DS taqsim yo'q, mana bu yerda AC bo'lishi kerak, AY taqsim AC. Chunki ADS uchburchakda 90 gradus qarshisida AC tomon yotibdi. Demak, bu yer ham AC bo'ladi. Bu yerdan kelib chiqadiki, mana bu DN va MY kesmalar tengligi kelib chiqadi. Demak, bu ikkalasi teng ekan va nisbatlari 1 ga teng. Demak, 11 A javob. Hop, 12-misolga o'tamiz. Birinchi tenglamani kvadratga oshirib yuborsak, y kvadrat barobar 4 minus x kvadrat kelib chiqadi. Hop, ikkinchi tenglama kvadratga oshirsak, y kvadrat barobar tangens kvadrat 4 pi taqsim 7 ko'paytirilgan x kvadrat bo'ladi. Hop, modulni kvadrati x kvadrat bo'ladi. Modulni kvadratga oshirgan, modulni tashib olsak ham bo'ladi. Endi bu ikkalasini tenglasak, bizda x kvadrat hop, demak 4 minus x kvadrat barobar tangens kvadrat 4 pi taqsim 7 ko'paytirilgan x kvadrat bo'lyapti. X kvadratni o'ng tomonga o'tkazamiz va qavsni tashqariga olib chiqamiz. X kvadrat ko'paytirilgan 1 plus tangens kvadrat 4 pi taqsim 7 barobar 4 bo'lyapti. Hop, mana bu yerda tangens kvadrat 4 pi taqsim 7 ni sinus kvadrat 4 pi taqsim 7 taqsim kosinus, sinus taqsim kosinus deb yozib olamiz tangensni va o'ng mahraj bersak, mahraji surati 1 bo'ladi, chunki sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa bo'lyapti. Hop, demak bu yerdan x kvadrat taqsim bu kosinus kvadrat 4 pi taqsim 7 qoladi. Teng 4. Bu yerdan x barobar x kvadrat teng hop 4 ko'paytirilgan kosinus kvadrat 4 pi taqsim 7. Demak, x barobar plus minus 2 kosinus demak 4 pi taqsim 7 ekan. Endi mana bu ikkinchi tenglikka olib kelib y ni topadigan bo'lsak, y barobar hop, demak xlarimiz musbat, bittasi musbat, bittasi manfiy bo'ladi, lekin y'imiz mana bu tangens 4 pi taqsim 7 hop, modul x bo'lgani uchun y'larimiz ikkalasi ham manfiy bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda x ni moduli turgani uchun y birimiz y 2 ga teng bo'ladi. Hop, bu yerdan x birimiz teng minus x2 bo'lyapti.
Xo'p, demak x1 ko'paytirilgan y1 qo'shilgan x2 ko'paytirilgan y2 deganimiz. Xo'p, mana x1 ning o'rniga minus x2 qo'yamiz, y1 ning o'rniga y qo'yamiz. Qo'shilgan x2 y2. Xo'p, demak bu ikkalasi chiqarib ketib javobi 0 chiqar ekan. Xo'p, demak A javob. Xo'p, 13-misolni ham ishlab qo'yamiz. Xo'p, fx barobar mana bu birinchi ifodani suratni ko'paytiruvchiga ajratsak x minus 3. Xo'p, x minus 5 taqsim xo'p 5 minus x bo'lyapti minus xo'p ilzosida x minus 4 chiqadi modulda. Endi f 2 taqsim 3 ni topishimiz kerak. Xo'p, mana buni o'chirib turamiz bunda. Xo'p, f 2 taqsim 3 deganimiz mana bular qisqarib ketadi. Mana bu oldiga minus chiqadi. Demak, birinchidan 3 minus x, ya'ni 3 minus 2 taqsim 3 minus xo'p, keyingidan 4 minus x chiqish kerak. Bu degani 4 minus 2 taqsim 3. Xo'p, demak 3 dan 4 ayirsak minus 1 bo'ladi. Mana bu minus 2 taqsim 3 bu yoqda plus bo'lib ketadi. Bu bilan bu qisqarib ketadi. Demak, javobimiz minus 1 chiqar ekan va C javob. Xo'p, 14-misolga o'tamiz. Demak, a plus 1 ning moduli kichik yoki teng 2 ekan, a plus b teng 4. Xo'p, AB minus 2 ifoda eng kichik qiymatini so'rayapti. Xo'p, bu yerdan a ni qavsdan tashqariga chiqarsak, a kara b minus 2 bo'ladi. Endi b ni o'rniga mana bu tenglikdan b barobar 4 minus a ni qo'yamiz. Demak, a ko'paytirilgan 4 minus a minus 2. Xo'p, barobar a ko'paytirilgan 2 minus a bo'lyapti. Xo'p, bu ifodani soddalashtiramiz. Demak, 2a minus a kvadrat. Va buni mana quyidagicha yozib olamiz. A kvadrat minus 2a plus 1 ning minus va plus 1 teng. Xo'p, minusni olib chiqib, qarz ichiga 1 ni qo'shib yubordim, chunki bu kvadratga kelishi uchun. Xo'p, demak, bu narsa 1 minus a minus 1 ning kvadrati bo'lyapti. Xo'p, endi mana bu tengsizlikni ochamiz. A plus 1 moduli tengsizlikni. Demak, a plus 1 kichik yoki teng 2, katta yoki teng minus 2 ekan. Demak, a kichik yoki teng 1 va katta yoki teng minus 3 dan bo'ladi. Xo'p, demak, bu yerdan yana 1 ni ayirib yuborsak, tengsizlikni ikkita tomonidan minus 4 dan kichik yoki teng a minus 1 kichik yoki teng 0. Demak, a minus 1 ning kvadrati xo'p, demak, katta yoki teng 0 dan bo'ladi, katta yoki teng kichik yoki teng 16 dan. Xo'p, chunki a minus 1 manfiy bo'lyapti, kvadratga oshirganimizda tengizlik teskarisiga o'zgaradi. Xo'p, demak, mana bu narsaning a minus 1 ning kvadratining eng katta qiymati 16 bo'ladi. Xo'p, 16 qo'ysak, bu yerda mana bu dastlabki ifodamizning eng kichik qiymatini topgan bo'lamiz. Xo'p, 1 minus 16 teng minus 15 bo'lar ekan. Xo'p, buning uchun a'imiz minus 3 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, 14 b javob. 15 ga o'tamiz. Xo'p, 1 faktorial kara 3 minus 2 faktorial ko'paytirilgan 4 plus 3 faktorial ko'paytirilgan 5 minus 4 faktorial ko'paytirilgan 6 plus va hokazo minus xo'p 2000 faktorial ko'paytirilgan 2002 plus 2001 faktorial. Xo'p, demak, mana 3 ni 2 plus 1 qilib yozib olamiz. 1 faktorial ko'paytirilgan 2 plus 1 minus 2 faktorial ko'paytirilgan 3 plus 1 plus 3 faktorial ko'paytirilgan 4 plus 1 minus 4 faktorial ko'paytirilgan, demak 5 plus 1 plus va hokazo minus 2000 faktorial ko'paytirilgan xo'p 2001 plus 1. Xo'p, buni yana
Hop, mana bu faktorial qo'shilgan 2001 faktorial. Hop, bu ham teng bo'ladi. Yani qavslarni ochib chiqsak, 1 faktorial 2 ni ko'paytirsak, bu 2 faktorial beradi. Plus 1 faktorial minus, mana bu 2 faktorialga 3 ni ko'paytirsak 3 faktorial bo'ladi. Minus 2 faktorialga 1 ni ko'paytirsak 2 faktorial bo'ladi. Hop, qo'shilgan, demak 4 faktorial plus 3 faktorial. Demak minus bu yoqda 5 faktorial minus 4 faktorial. Hop, qo'shilgan va hokazo minus 2001 faktorial ayrilgan 2000 faktorial. Hop, qo'shilgan 2001 faktorial. Hop, barobar. Hop, demak mana bu yerda ko'pi qisqarib ketadi. Bu 2 faktorial bilan 2 faktorial, 3 va minus 3 faktorial bilan 3 faktorial. Bu bilan bu qisqaradi va keyingilar bilan qisqarib oxirida demak faqat 1 faktorialni o'zi qolar ekan. Demak javobi 1 ekan. Hop, 15A javob. Hop, 16-misolga o'tamiz. Hop, tenglikning butun yechimlar yig'indisini toping. Hop, demak mana x plus 1 taqsim x ni o'ng tomonga olib o'tamiz va umumiy makhraj beramiz. Hop, demak umumiy makhrajimiz bunga x dan berishimiz kerak, bunga x plus 2 dan. Hop, demak o'ng tomondagi hop, demak umumiy makhrajimiz x ko'paytirilgan x plus 2 bo'ladi. Hop, birinchi 8 o'zi turadi, ikkinchisi qo'shilgan 2x. Endi mana bu x plus 2 kara minus x plus 2 ko'paytirilgan x plus 1. Hop, mana shu katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Suratni soddalashtiramiz. 8 plus 2x minus x kvadrat minus 3x minus 2 bo'lyapti. Taqsim x ko'paytirilgan x plus 2 katta yoki teng 0. Demak surat minus x kvadrat minus x plus 6 bo'lyapti. Taqsim x ko'paytirilgan x plus 2 katta yoki teng 0. Bundan minusni chiqarib tenglikni teskarisiga o'zgartiramiz. X kvadrat plus x minus 6 taqsim x ko'paytirilgan x plus 2 kichik yoki teng 0. Bu x plus 3 ko'paytirilgan x minus 2 taqsim x ko'paytirilgan x plus 2 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Endi son o'qida yozamiz. Minus 3 minus 2. Hop, demak 0 va 2. Hop, oraliqlarga qo'ysak plus minus plus minus plus bo'ladi. Shuna javoblarimiz minus 3 dan minus 2 gacha. Hop, minus 2 kirmaydi, minus 3 kiradi va 0 dan 2 gacha, demak 0 ham kirmaydi. Hop, 2 kiradi. Hop, butun yechimlar yig'indisi shunda minus 3 minus 2. Hop, minus 2 kirmaydi. Minus 3 qo'shilgan 1 qo'shilgan 2 teng. Demak 0 chiqar ekan. C javob. Hop, 17-misolga o'tamiz. Mana bu kotangens hop keltirish formulalariga ko'ra mana bu kotangens 270 plus alfa deganimiz bu tangensga o'tadi va ishorasi ham o'zgaradi, chunki 4-chorakda. Hop, demak surati kotangens alfa minus tangens alfa taqsim makhraji xuddi shuni plusiga bo'lyapti. Kotangens alfa plus tangens alfa minus hop kosinus 315 deganimiz bu 180 plus 135 desak bo'ladi. Hop, demak kosinus 2pi bo'lgani uchun bu ham keltirish formulasidan o'ziga o'tadi, lekin buni ham ishorasi o'zgaradi, chunki 3-chorak. Hop, demak mana bu yerda 2 kosinus hop 135 plus alfa ko'paytirilgan kosinus 135 minus alfaga kelar ekan. Bu ham barobar. Hop, kotangens alfani kosinus alfa taqsim sinus alfa deb yozamiz. Minus tangens alfani sinus alfa taqsim kosinus alfa. Hop, taqsim makhrajda xuddi shuni plusiga kosinus alfa taqsim sinus alfa qo'shilgan sinus alfa taqsim kosinus alfa. Hop, qo'shilgan, buni endi ko'paytma formulasiga qo'ysak, kosinuslar ko'paytmasi kosinuslarni beradi. Demak bittasi yig'indisi bo'ladi. Kosinus hop 135 plus alfa plus
135 minus alfa bo'ladi. Qo'shilgan kosinus. Keyin ayirmasi 135 plus alfa minus 135 plus alfa barobar. Mana bu yerda umumiy makhraj bersak, makhrajlar bir xil bo'lgani uchun qisqarib ketadi. Demak, suratda kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa taqsim makhrajida kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa qoladi plus. Mana bu yerda alfalar qisqarsa kosinus 270 bu 0 ga teng. Mana bu yerda esa 135 lar qisqaradi, kosinus 2 alfa qoladi. Kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa mana mahraji 1 ga teng bo'lgani uchun suratda kosinus 2 alfa qoladi. Demak, kosinus 2 alfa qo'shilgan kosinus 2 alfa teng 2 kosinus 2 alfa chiqar ekan. Demak 17 ning javobi A. Hop, 18-misolga o'tamiz. Hop, ABCD kvadrat berilgan. AD tomonida K nuqta olingan. Hop, AK 1 ga teng, KD 2 ga teng va AB tomoni davomida hop L nuqta olingan. LK'si 45 gradus ekan. Hop, LB ni topish kerak. LB ni x deb belgilab olamiz va mana bu LK burchakni alfa deb olamiz. Hop, u holda mana bu AKL burchagimiz 90 minus alfa bo'ladi. SKD burchagimiz esa hop 45 plus alfa bo'ladi. Endi mana shu SKD uchburchakda hop uchburchak SKD da o'sha SKD burchak tangensini topsak, tangens 45 plus alfa barobar hop demak 3 taqsim 2 chiqadi. Bu ham barobar tangens 45 plus tangens alfa taqsim 1 minus tangens 45 ko'paytirilgan tangens alfa. Hop, bu ham barobar 1 plus tangens alfa taqsim 1 minus tangens alfa. Hop, makhrajlarni ko'paytirib olamiz. Demak, 3 minus 3 tangens alfa barobar 2 plus 2 tangens alfa. Hop, bu yoqqa o'tkazsak 3 tangens alfani 5 tangens alfa teng 1 bo'ladi. Hop, demak tangens alfamiz teng 1 taqsim 5 ekan. Endi bu boshqa tomonda mana bu AKL uchburchakda hop uchburchak hop tangens alfani topsak 1 taqsim x plus 3 bo'ladi. Hop, demak bu ham bu 1 taqsim 5 ga teng ekan. Demak x barobar 2. Demak 18 A javob chiqar ekan. Hop, 19-misolga o'tamiz. X kvadrat plus x teng 7 bo'lsa mana bu ifodani so'rash kerak. Bu yerda x 5-sini bilmaymiz. X 5-sini topib olishimiz kerak. Buni topish uchun berilgan tenglardan foydalanamiz. X kvadrat barobar 7 minus x. Buni kvadratga oshirsak x ni 4-si teng 49 minus 14x plus x kvadrat bo'ladi. Endi x kvadratning o'rniga yana 7 minus x ni olib kelib qo'yamiz. Demak 49 minus 14x plus 7 minus x demak barobar bu 56 minus 15x bo'ladi. Hop, ushbu tenglikni ikkita tomonni x ga ko'paytirib olamiz. Shunda x ning 5-si chiqadi. X ning 5-si barobar hop 56x minus 15x kvadrat. Bu ham barobar 56x ko'paytirib minus 15. Hop, x kvadratning o'rniga yana 7 minus x ni qo'yamiz. Hop, 15x plus bo'ladi. 56 ga qo'shsak 71x minus 15 kare 7 105. Demak x 5-si 71x minus 105 ekan. Hop, x ning 5-si barobar 71x minus 105. Endi berilgan ifodamiz 2 plus 70x minus x kvadrat minus x ning 5-sini topamiz. Hop, 2 plus 70x minus x kvadratning o'rniga 7 minus x qo'yamiz. X ning 5-sini o'rniga 71x hop minus 105 ni qo'yamiz. Hop, barobar mana bu yerda 2 plus 70x
minus 7 plus x minus 71x plus hop 105. Hop 70x ga x qo'ysak 71x mana bu bilan qisqarib ketadi. Demak 2 dan 7 ayirsak minus 5. Demak javobi 100 chiqar ekan. Hop 20-misolga o'tamiz. Demak bizga ABC to'g'riburchakli uchburchak berilgan. S'da bisektrisa, A'da 2 ildiz 3. Hop, MD ildiz 3 bo'lsa, demak AM ni hisoblasak 3 chiqadi. Endi mana bu alfa A burchagini alfa deb olsak, uchburchak AMD da tangens alfani topadigan bo'lsak, ildiz 3 taqsim 3 chiqadi. Bu ham 1 taqsim ildiz 3 ga teng. Demak alfamiz hop, demak alfa 30 gradus ekan. Hop, endi alfa 30 gradus bo'lsa, mana bu 60 gradus. Endi 30 gradus AB ni, endi BC tomonini x deb olsak, AB tomoni 2x bo'ladi va AC tomonimiz ildiz 3x. Hop, endi o'xshashlikdan foydalanamiz. ABC uchburchak bilan hop AD hop ADM uchburchaga o'xshash bo'ladi. Hop, nisbatlarni yozadigan bo'lsak, BC taqsim DM teng bo'lishi kerak AC taqsim AM. Hop, demak bu yerda x axis qisqarib ketyapti. Buni bizga unchalik ham foydasi bo'lmadi. Hop, undan ko'ra ABC uchburchakda S'da bisektrisa bo'lgani uchun bisektrisa xossasidan foydalanamiz. Hop, AB 2x bo'lsa, demak BD deganimiz 2 minus 2 ildiz 3 bo'ladi. Hop, demak bisektrisada bisektrisa bo'lsa, bisektrisa xossasidan BC taqsim BD teng bo'ladi AC taqsim AD ga. Hop, BC deganimiz x taqsim hop 2x minus 2 ildiz 3 barobar hop x ildiz 3 taqsim 2 ildiz 3. Hop, ildiz 3lar qisqaradi, x'lar qisqaradi. Mana bu ikkilar ham qisqartirsak, demak x minus ildiz 3 teng 1 bo'ladi. Demak x barobar ildiz 3 plus 1 ekan. Demak C javob. Hop, 21-misolga o'tamiz. Barcha raqamlar turlicha bo'lib 9 ga bo'linadigan eng kichik 5 xonali sonni toping. Hop, demak A, B, C, D, E deb olsak, hop, A ga 0 1 qo'ysak eng kichkina bo'ladi. Bundan kichkina bo'la olmaydi. Demak A ga 1 qo'yishimiz kerak va turlicha bo'lgani uchun birni faqat bir marta ishlatamiz. Endi B ga hop, endi B ga 0 qo'yishimiz mumkin, C ga 2 qo'yishimiz mumkin. Hop, endi D ga 3 qo'yadigan bo'lsak, bizga raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Mana bu son 9 ga bo'linishi uchun, lekin raqamlar yig'indisi bu yerda hozir 6 bo'lyapti. Va yana o'rniga 3 qo'yishimizga to'g'ri keladi. Raqamlarimiz 9 bo'lishi uchun 18 bo'la olmaydi. Xo'p, demak, mana bu yerga 3 qo'ya olmaymiz, demak 4 qo'ysak ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. Xo'p, 1 2 4, mana bu yerga 2 qo'yishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, bu ham bizga to'g'ri kelmaydi. Endi 5 qo'ysak, D o'rniga bu yerga 1 qo'yishimizga to'g'ri keladi 9 ga bo'linishi uchun, lekin 1 ni ishlatib qo'ydik. 5 ham qo'ya olmaymiz, demak 6 qo'yishimizga majburmiz. Endi raqamlar yig'indisini 9 qilishimiz uchun mana bu yerga 0 qo'yishimiz kerak. Lekin biz 0 ni ham ishlatib bo'ldik, 0 qo'ya olmaymiz, demak raqamlar yig'indisini 18 qilishimiz kerak. Uning uchun bu yerga faqatgina 9 qo'ya olamiz. Demak 10269 9 ga bo'linadigan eng kichik 5 xonali son ekan. Hop, bizga ABCda 22-misolga o'tamiz. ABCda qavarli to'rtburchak berilgan. AB va CD tomon o'rtalarining orasidagi masofa uning diagonallari orasidagi masofaga teng ekan. Hop, demak o'rtalarni AB va CD tomon o'rtalarini belgilab olamiz. Y va F deylik. Hop, BD va AC ning o'rtalarini G va H deymiz. Endi bu o'rtalarni tutashtiramiz hammasini. Hop, F va H.
Xo'p, endi AY ga Y o'rtasi bo'lgani uchun AY ga YB teng va G ga GB teng. Demak, GY Xo'p, demak GY kesmamiz ABD uchburchakda o'rta chiziq bo'lyapti. Bu degani GY parallel AD bo'ladi. Chunki GY o'rta chiziq bo'lyapti. Demak, xuddi shunday mana bu HF deganimiz ham, mana bu ham o'rtasi. Hop, F nuqta D sini o'rtasi, demak DF ga F teng va hop, B ga G da teng bo'lgani uchun demak GF imiz B ga parallel bo'lyapti. Hop, shunda AD ga parallel hop, mana bu endi AH ni qaraymiz. AH ga HC teng, demak H A sini o'rtasi bo'lgani uchun mana bu AH ga HC teng, demak HF imiz o'rta chiziq bo'lyapti ADS uchburchakda. Hop, birinchi GY o'rta chiziq bo'ldi. Endi HF imiz o'rta chiziq bo'lyapti bu uchburchak ADS da. Bu uchburchak ABD edi. Endi HF o'rta chiziq bo'lgani uchun AD ni yarmiga teng bo'ladi va AD ga parallel bo'ladi. Demak, mana bu HF bo'lyapti. Hop, xuddi shunday YH imiz ham o'rta chiziq bo'ladi ABC uchburchakda va BC ga parallel bo'ladi va BC ni yarmiga teng bo'ladi. Demak, BC parallel YH va boshqa tomondan GF imiz ham o'rta chiziq bo'ladi ADBC uchburchakda. Hop, demak GF ham o'rta chiziq bo'lyapti uchburchak DBC da. Hop, YH imiz uchburchak ABC da o'rta chiziq. Hop, demak YH imiz BC ga parallel bo'ldi va GF imiz ham BC ga parallel bo'ladi. Hop, bu yerdan kelib chiqadiki, mana bu shaklimiz GYHF qarama-qarshi tomonlar parallel bo'lyapti, parallelogram bo'lyapti. Hop, demak endi bu parallelogram bo'lgandan keyin shartga ko'ra bizda YF ga GH teng edi. Parallelogramning diagonallari teng bo'lsa, u to'g'ri burchak bo'lib qoladi. Demak, mana bu shaklimiz YHF G imiz demak to'g'ri burchak ekan. Hop, endi bizda AD va BC orasidagi burchakni so'rayapti. Hop, AD va BC larni davom ettirsak, hop, bular orasidagi burchagimiz mana bu GY va YH orasidagi burchakka teng bo'ladi, chunki hop, AD imiz G ga parallel, HY imiz BC ga parallel. Demak, mana bu burchagimiz 90 gradus chiqadi. Hop, AD va BC orasidagi burchagimiz teng 90 gradus chiqar ekan. Hop, 23-misolga o'tamiz. Bizda shartga ko'ra BDC 20 gradus va ADB 40 gradus berilgan va ABC 150 gradus. Hop, men mana bu yerdan qo'shimcha kesma o'tkazmoqchiman. DY ya'ni YBCda siklik bo'ladigan DY kesma o'tkazamiz. Buning uchun bizda mana bu yerda 10 gradus burchak o'tkazishimiz kerak. Shunda hop, YBC burchak 150 bo'ladi, YDC burchak hop 30 gradus bo'ladi. Ya'ni burchak YBC qo'shilgan burchak YDC teng 180 bo'ladi. Ya'ni mana bu YBCD ga tashqi aylana chizish mumkin. YBCD to'rtburchakka tashqi aylana chizish mumkin, ya'ni siklik. Hop, endi mana bu Y bilan C ni tutashtirib olamiz. Endi YBCD siklik bo'lgani uchun mana bu BCY burchak BDY burchakka teng bo'ladi. Ikkalasi bitta yoyga tutashgan bo'ladi. Demak, mana bu ham 10 gradus bo'lar ekan. Boshqa tomondan mana bu BC yoyga tiralgan BYC burchakka BDC burchak teng bo'ladi. Mana bu 20 gradus bo'ladi.
Xo'p, yana bizda xo'p, demak mana bu burchakni alfa desak, bu yer ham alfaligi bor. YSD burchak bilan YBS burchak. Xo'p, boshqa tomondan bizga shartda berilgan edi, DS bilan AD teng edi. Endi mana bu YDA burchak ham 30 gradus bo'ladi, chunki boshida berilgan AD burchagimiz 40 gradus edi. Biz 10 gradusni olib qo'ydik. Xo'p, shunda mana bu demak burchak CDE bilan xo'p YDA burchagimiz teng bo'lyapti. Xo'p, bu degani mana bu bitta burchak teng va YD tomon umumiy va ADY uchburchak bilan CDY uchburchaklar teng bo'lib qoldi. Demak, ADY uchburchak bilan CDY uchburchaklarimiz teng bo'lib qoldi. Xo'p, bu degani bizda mana bu burchaklar tenglik kelib chiqadi. AYD burchak bilan CYD burchak tenglik kelib chiqadi va mana bu BYC 20 bo'lgani uchun bu ikkalasi 80 gradus 80 gradusdan bo'lishga majbur. Endi CYD burchak bilan mana bu burchagimiz teng 80 gradus bo'ladi. Chunki tashqarlanish mumkin va bitta yo'lga tiralgan bo'ladi. Endi ABC burchagining 150 bo'lgani uchun mana bu joyi 70 gradus qoladi. Xo'p, demak bu yer ham 70 gradus ekan. Xo'p, endi DBS uchburchagimizda DBS uchburchakda xo'p, B burchak bilan C burchak teng bo'lib qoldi. Ikkalasi ham 80 gradus. Bu degani bu teng yonli degan. Demak, BD ga CD teng ekan. Demak, BD teng CD teng AD ga. Xo'p, demak mana uchala kesma teng bo'lib qoldi bizda. Xo'p, bu yerdan kelib chiqadi mana bu 40. Demak, ADB uchburchagimiz ham teng yonli va mana bu yer 70 gradus. Endi bizga kerak bo'lgan burchakni topishimiz uchun BSA burchakni topishimiz uchun C bilan A ni tutashtiramiz. Xo'p, demak mana bu ADS uchburchagimiz teng yonli bo'ladi. Uchburchak ADSimiz xo'p, teng yonli bo'ladi va bitta burchagi demak 60 gradus bo'ladi. Demak, qolgan burchaklar ham mana bu ham 60 bo'lishi kerak. Va bizda mana bu BAD burchagi umumiy 70 edi. Demak, mana bu qismi demak 10 gradus qoladi. Endi demak BAC 10 gradus, ABC 150 gradus. Demak, burchak BCA ni topishimiz uchun 180 dan mana shu 10 bilan 150 ni ayirib tashlaymiz. Xo'p, demak 20 gradus chiqar ekan javobi. Xo'p, 24-misolga o'tamiz. Bu yerda qo'shib tenglikdan foydalanishimiz kerak. Mana bu narsani soddalashtirib olamiz. X kvadrat taqsim x ni 4 plus 25 ni barobar. Xo'p, 1 taqsim x kvadrat plus 25 taqsim x kvadrat deb yozib olamiz. Bu ham kichik yoki teng bo'ladi. Mana bu mahrajini qo'shiga qo'yamiz. Demak, umumiy kasrimiz kichayadi. Demak, kichkina bo'lishi kerak. Bu degani 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 bo'ladi. Xo'p, demak bu ham 0,1 bo'lyapti. Demak, mana bu ifodamiz 0,1 dan kichik yoki teng ekan. Xo'p, endi -0,9 ni chap tomonga o'tkazsak, x ni kvadrat taqsim x ni 4 plus 25 plus 0,9. Bu ham har doim kichik yoki teng bo'lyapti. 0,1 qo'shilgan 0,9 teng 1 dan. Demak, mana bu ifodamiz 1 dan kichik yoki teng ekan har doim. Endi o'ng tomonida 2 ni darajasida x minus x 5 ning kvadrati qoldi. Xo'p, bu 2 ning musbat darajasi, nomanfiy darajasi eng kichkina qiymati 1 bo'ladi. Qachonki darajasi 0 bo'lsa, demak bu ifodamiz har doim 1 dan katta yoki teng. Demak, tenglamamizning chap tomoni 1 dan kichik yoki teng har doim, o'ng tomoni 1 dan katta yoki teng. Demak, tenglik holi bajarilishi uchun ikkalasi ham birga teng bo'lishi kerak. Xo'p, demak mana buni darajasi 0 bo'lishi kerak. Demak, x 5 bo'lishi kerak. Va buni mana bu chap tomonga olib qo'yib tekshirib ko'ramiz. Chap tomoni ham 1 chiqadi. Demak, javobimiz x teng 5. Xo'p, mana bu yerda ishlatgan tenglikni yana bir marta tushuntirib ketaman. Xo'p, demak a plus b katta yoki teng 2 ab tenglikdan foydalanib, qo'shib tenglikdan bu yerda x kvadrat a o'rniga x kvadrat, b o'rniga 25 taqsim x kvadrat qo'ysak, bu katta yoki teng 2 ko'paytirilgan x kvadrat kare 25 taqsim x kvadrat bo'ladi.
X kvadratlar qisqarib ketib, mana bu yerdan 2 kere 5 chiqadi. Hop, demak x kvadrat qo'shilgan 25 taqsim x kvadratimiz katta yoki teng 10 bo'lyapti. Endi buni bir taqsim qilib bo'lib yuborsak, 1 taqsim x kvadrat plus 25 taqsim x kvadratimiz kichik yoki teng 1 taqsim 10 bo'ladi. 25-misolga o'tamiz. Mana bu yerda b minusni o'rnini almashtiramiz. Oldiga minus chiqaramiz. Demak, kosinus 3a qo'shilgan hop sinus a minus b barobar 2 bo'ladi. Endi kosinus bilan sinusning maksimal qiymatlari 1. Undan katta qiymat bo'la olmaydi. Demak, ikkalasining yig'indisi 2 bo'lishi uchun hop, mana bu ikkalasi ham 1 bo'lishi kerak. Bu ham 1, bu ham 1 bo'lishi kerak. Demak, kosinus 3a deganimiz 1 bo'lishi uchun hop, a'imiz 0 gradus bo'lishi kerak yoki 3a'imiz 360 gradus bo'lishi kerak. Bu yerdan a 0 bo'la olmagani uchun a teng hop 120 gradusga kelib chiqadi. Endi a minus b'imiz hop sinus 1 bo'lishi uchun bu 90 gradus bo'lishi kerak. Hop, demak b burchagimiz 30 gradus ekan. Hop, demak a burchagimiz 120 gradus, b burchagimiz 30 gradus, demak c burchagimiz ham 30 gradusga kelib chiqadi. Endi a burchakdan balandlik tushirsak, mana bu burchak 60 gradus. Demak, 30 gradusga qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng. a deyimiz ildiz 3 bo'ladi. Hop, bd deganimiz Pifagor teoremasidan 3 chiqadi. Demak, bd bilan dc teng, mediana bo'ladi. Teng yonlovchi burchakda. Hop, demak bc'imiz 6 chiqar ekan. 26-masalaga o'tamiz. Hop, abc to'rtburchakda, abc to'rtburchak ekan. ABBS 3 ga teng, BD 5. Hop, BD 5 bo'lgani uchun mana bu ABD va BDS to'g'riburchakli uchburchaklarda CD va AD ni topib olamiz. Gipotenuza berilgan bitta katet bor, ikkinchi katetni topib olamiz. Hop, demak AD teng 4 chiqadi va CD ham 4 chiqadi. Hop, bu yerdan CD 4 bo'lgani uchun mana bu SF berilgan, demak F'da 2 bo'ladi. Yerda esa 3 bo'lishi kerak. Endi mana bu ikkita uchburchaklar teng bo'lib qoldi. Demak, ABD uchburchak bilan BCD uchburchak teng, CBD uchburchak. Hop, bu degani mana bu burchaklar teng bo'ladi, alfa alfa bo'ladi. Endi sinus alfani topadigan bo'lsak, mana bu BD 5 uzunligi, birorta BCD uchburchakda masalan sinus alfa deganimiz hop, qarshidagi katetni BC taqsim BD ga teng. Hop, bu demak 3 taqsim 5 ga teng. Hop, kosinus alfa deganimiz 4 taqsim 5 ga teng yopishgan katetni CD ni B degan nisbati. Hop, endi EDF burchakni, EDF uchburchakni yuzasini topishimiz uchun va bizga mana bu 5 burchakning yuzasi kerak, ABCFE. Uning uchun ABCD to'rtburchakning yuzasidan DFE uchburchakning yuzasini ayirib tashlaymiz. Uning uchun bizga mana bu D burchakning sinusi kerak, ya'ni sinus 2 alfa kerak bizga. Hop, demak sinus 2 alfa barobar 2 ko'paytirilgan 3 taqsim 5 ko'paytirilgan 4 taqsim 5. Demak 24 taqsim 25 chiqar ekan. Hop, demak EDF uchburchak yuzasini topamiz. Hop, 1 taqsim 2 ko'paytirilgan FD kare hop D'ga ko'paytiramiz sinus 2 alfaga. Hop, demak 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 24 taqsim 25. Hop, ikkilar qisqaradi. Hop, buni mahrajini 100 qilamiz, chunki bizga 100 ni so'rayapti. Surati shunda 12 kere 24 bo'ladi. Bu esa 288. Endi S hop, S ni o'zini topishimiz kerak. S deganimiz 5 burchakning yuzi edi. Buni topish uchun ABCDning yuzidan EDF'ning yuzini ayiramiz. Hop, ABCD deganimiz ikkita to'g'riburchakli uchburchakning yuzasi, bu 3 kere 4 taqsim 2 bo'ladi. Hop, ikkalasining yuzalari 6 bo'ladi. Demak 12 jami. Hop, demak ABCDning yuzasi 12 ni ayiramiz. Mana bu 288 taqsim 100 ni. Hop, demak surati 1200 minus 288 taqsim 100. Bu ham barobar 912 taqsim 100. Demak S shunga teng ekan. Demak 100S deganimiz
912 ga teng bo'lar ekan. Hop 27-chi misolga o'tamiz. 27. Hop fx funksiya eng katta qiymatini so'rayapti. Demak f bizga 2x - 1 berilgan. Hop bu yerda x ni o'rniga x + 1 taqsim 2 qo'ysak, shunda mana bu joyda fx hosil bo'ladi. Hop demak fx barobar 1 - 4 ko'paytirilgan x + 1 taqsim 2 ning qavs kvadrati ekan. Bu ham barobar 1 - mana bu mahraja 4 bilan to'g'ri qisqarib ketadi. 1 - x + 1 ning kvadrati chiqadi. Endi mana bu birdan musbat son ayrilyapti va fx ning qiymati har doim kamayadi. Shuning uchun qachonki x + 1 0 ga teng bo'lganda fx eng katta qiymatga erishadi. Demak fx ning maksimum qiymati 1 ga teng bo'ladi. Hop 28-misolda 100 faktorial taqsim 6 ning 100 darajasi. Hop mahrajda faqat 2 bilan 3 ning darajalari bor, ya'ni 2 ning 100-si, 3 ning 100-si. Endi 100 faktorialning ichida nechta 2 ni va 3 ni darajalar borligini sanab chiqishimiz kerak. Hop demak 100 faktorialning ichida 2 ni darajalarini topish uchun hop quyidagicha topamiz. 100 taqsim 2, 2 ni darajalariga bo'lib chiqamiz. Demak 100 taqsim 4 qo'shilgan 100 taqsim 8 qo'shilgan 100 taqsim 16 hop qo'shilgan 100 taqsim 32 qo'shilgan 100 taqsim 64 hop barobar 50 qo'shilgan 25 qo'shilgan hop bu yerda 25 ni 2 ga bo'lishimiz kerak. 12 butun qismi chiqadi. Bu yerda 16 ga bo'lsak hop 6 hop 32 ga bo'lsak 3 64 ga bo'lsak 1. Hop demak jami yig'inini topishimiz kerak. 75 ga qo'shamiz. Hop 10 22 ni qo'shishimiz kerak. Demak hop bu yerda 97 bo'lyapti. Demak 100 faktorial ichida 2 ning 97-darajasi bor va mana bu 100 tadan 2 ning 90, ya'ni mana bu narsa. Hop berilgan kasrimiz demak 100 faktorial deganimiz bu qanaqadir a soni ko'paytirilgan 2 ning 97-si bo'lar ekan. Endi 3 ni darajalarini ham topamiz. 100 taqsim 3 qo'shilgan 100 taqsim 9 hop qo'shilgan 100 taqsim 27 qo'shilgan 100 taqsim 81 hop 100 ni 3 ga bo'lsak 33 qo'shilgan hop 9 ga bo'lsak demak 11 27 ga bo'lsak 3 qo'shilgan 81 ga bo'lsak 1 demak barobar 44 ga 4 ni qo'shamiz demak 48. Demak bu yerda 100 faktorialda 3 ning 48-darajasi qatnashadi. Bundan boshqa 3 yo'q. Demak mana buni qisqartirsak 100 faktorial taqsim 2 ning 100-si va 3 ning 100-si edi. Hop 100 faktorial a ko'paytirilgan 2 ning 97-si kara 3 ning 48-si deb olamiz. Mahrajda 2 ning 100-si kara 3 ning 100-si bor. Demak bu ham a taqsim 100 bilan 97 darajalar qisqarib 8 qoladi, 2 ning kubi va 3 ning 52-si qoladi. Demak javobimiz 8 ko'paytirilgan 3 ning 52-si bo'lar ekan. Hop 29-misolga o'tamiz. Hop teng yonuvchi burchak yon tomonlarni a, asosini b deb olamiz. Hop shunda uni yuzasi s barobar masalan a ko'paytirilgan 6 taqsim 2 yoki b ko'paytirilgan 4 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Hop bu yerdan demak 3a teng 2b bo'lyapti. b ni topadigan bo'lsak b'imiz barobar 3a taqsim 2 bo'lyapti. Endi mana bu asosga tushilgan mana bu ham mediani bo'lgani uchun mana bu yerimiz b taqsim 2 bo'ladi. Va Pifagorga qo'yadigan bo'lsak b kvadrat taqsim 4 qo'shilgan 16 teng a kvadrat bo'ladi. Hop bu ham barobar. Hop demak a ni topaylik yaxshisi. A barobar 2b taqsim 3
Demak, a kvadrat deganimiz 4b kvadrat taqsim 9. B kvadrat taqsim 4 ni bu yoqqa olib o'tamiz. Demak, 16 barobar 4b kvadrat taqsim 9 minus b kvadrat taqsim 4. Uni makhraj bersak ikkalasiga, demak 7b kvadrat taqsim 36 bo'lyapti. Demak, b barobar 4 kere 6 taqsim ilzosida 7 bo'lyapti. Demak, 24 taqsim ilzosida 7. Endi mana bu yerdan a ni topadigan bo'lsak, 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 24 taqsim ilzosida 7 bu ham barobar 16 taqsim ilzosida 7. Endi perimetri barobar 2a plus b bo'ladi tengyonli cho'chakning. Demak, 32 qo'shilgan 24 taqsim ilzosida 7 bu barobar 56 taqsim ilzosida 7 bo'lyapti. Bu esa 8 ilzosida 7 chiqadi javobi. 30-misolga o'tamiz. Demak, 100 dan kichik butun musbat sonlar 2 ga ham, 3 ga ham, 5 ga ham bo'linmaydi deyapti. Biz dastlab bo'linadiganlarni topib olamiz. Ya'ni 100 dan kichik va 2 ga yoki 3 ga yoki 5 ga bo'linadigan sonlar sonini topib olamiz. Buni quyidagicha topamiz. 100 taqsim 2 ning butun qismini olamiz, qo'shilgan 100 taqsim 3 ning butun qismini olamiz, qo'shilgan 100 taqsim 5 ning butun qismini olamiz. Endi 2 marta sanab yubordik. Masalan, 2 va 3 ga bo'linadigan sonlarni 2 marta sanalib ketdi. O'shalarni ayirib tashlashimiz kerak. 2 ko'paytirilgan 3. 100 taqsim 3 ko'paytirilgan 5 va 100 taqsim 2 ko'paytirilgan 5 minus. Endi bu yerda ham 3 marta ayirib yubordik. O'shaning uchun bir marta qo'shishimiz kerak endi. Demak, 100 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. Ya'ni 2 ga 3 ga 5 ga bo'linadigan sonlarni ayirib tashladik. 2 martadan ayirib tashladik. O'shalarni qo'shishimiz kerak. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 50 qo'shilgan 33 qo'shilgan 20 ayrilgan 16 ayrilgan ayru 6 ayrilgan 10 qo'shilgan 3 bo'ladi. Buni hisoblasak 74 chiqadi. Demak, 2 ga yoki 3 ga yoki 5 ga bo'linadigan sonlar soni 74 ekan. Endi ular hech biriga bo'linmaydiganlarni topish uchun 100 tadan 74 dan ayiramiz. Demak, javobimiz 26 chiqar ekan.